Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlarga qandaydir taom pishirib ko'rsatib bermoqchi emasman. Bugun sizlarga issiqxonamizni ko'rsatmoqchiman. 3-4 mart kunlari ekilgan pomidor ko'chatlarimiz hozirgi kunga kelib qanday bo'lganligini ko'rsatib bermoqchiman. Agar mana shunaqa issiqxonaga qiziqib yuradigan insonlar bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yingizlar, chunki video davomida mana shunaqa 7 sotik yerdan qancha pomidor hosil oldik, qancha daromad qildik, albatta sizlar bilan bo'lishib boraman. Hozirgi kunda pomidorlarimiz o'zi gullab, hosilga ham kelib qoldi. Mayning oxirlariga pomidorlarimiz o'zi pishib tayyor bo'ladi. Xudo xolasa sizlar bilan har xil salatlar, taomlar tayyorlaymiz. Keyingi videoda yana bitta issiqxonamizga pomidor bilan bodring ekkanmiz. Albatta uni ham sizlarga ko'rsataman. Meni kuzatishda davom eting. Keyingi videogacha sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.